modellar lobovoy narxlari bir-biriga yaqin, lekin Mercedes S-Class W222 niki ularda 2-3 barobarga qimmat. Chunki Mercedesdagi lobovoy defektlardan xoli bo'lgan optik tiniqlikka ega. Lobovoyda joylashadigan yomg'ir, chiroq sensorlari hamda head-up displeylari to'g'ri-to'g'ri integratsiyada bo'ladi. Shu sensorlar aniq ishlashi va odam hayotini saqlab qolishi uchun lobovoy tushayotgan yorug'likni egib yubormasligi kerak. Va bu modelda shunchalik ko'p xalqaro sertifikatlar va belgilar borki, bizdagi modellarda ba'zilari uchraydi. Undan tashqari haydovchiga yordam tizimlari bilan umuman mos emas. Ya'ni sensorlar bu lobovoyda o'z potensialida ishlay olmaydi. Tasavvur qiling, haydovchiga yordam tizimlarini lobovoyga o'rnatdingiz. Shisha shaffof emas va refraktiv indeks, egri chiziqlar mukammal bo'lmagandan sensorlarning fokusini va burchagini o'zgartirib, tizim obyektlarni butunlay noto'g'ri talqin qilishiga sabab bo'ladi. Agar shu son 10 mingdan ortiq layk yig'sa, 222 Mercedesdagi yana bir texnologiya, remensiz dvigatellar qanday ishlashini ko'rsatib beramiz. Lekin agar Mercedesda lobovoy bilan bog'liq muammo bo'ladigan bo'lsa, xohlagan turdagi inomarkalar uchun Xitoyning mashhur XYG brendining hamyonbop lobovoylarni ayni shu brend rasmiy dileri bo'lgan Lider Glass servisida o'rnatib olishingiz mumkin.